Sallaxonadan ne olur bilasanmi? Sallaxona deydi. Qushxona deyilgan narsa. Eshitganmisiz u narsani? Qassoblar girib, yani o molni so'yadigan yerni bizda endi Xorazmda sallaxona deydi-da, qushxona deb aytiladi. Bir qassob ajoyib hikoya bu menga yoqadi. Bir qassob shogirdlarga aytibdi, "Boringlar tuya ekkanglar" debdi. Tuyani olib kelibdilar, endi so'yish uchun. Kelib shu qushxonani oldina girajali mindirib qo'yishadi. Tuya kichkina hayvon emas-da, uni ikkalam italagan bilan girmaydi, uni bir 3-4 odam tortgan bilan girmaydi. Shu italabdilar, tortibdilar. Tuya girmaymişti. Neye? Qushxonaga girmaymişdan tuya. Qassob chiqibdidan shogirdlarga, "Kimni olganingni taniysanmi?" debdi. "Taniyman" debdi. "Ama mahalladagi palankasidan oldim. Bor akka shu egasini" debdi. Buni egasi girzib bermasa, bu tuyani girzib bo'lmaydi bu yerga. So'yish kerak qaqini girzib baq. Egasini chaqirib kelibdilar. Egasi tuyani oldidan tushibdi-da, ipini ushabdi-da. Shunday deb sallaxonaga girdi, yani qushxonaga girdi. Girgan ekan, izidan tuya ham girdi-da. Bechora egasi kissasidan pulni chiqaribdi-da, qassobga beribdi-da, "Men tuyamni sotibman" debdi. "Ne uchun sotmaysiz axir? Nega sotmaysiz? Dogovor berdik. Gapirdik, bu bizning tuya qaqin" desa, "Yo'q, sotibman." Menga ishonib ushulacha girganni men bu yerda tashlab ketmayman. Degan ekanda, siz tushuntiribsiz nojekimmi? Ya'ni bir inson ishonib yo'lga chiqdimi, u hech qachon tashlab ketilmaydi-da. Tushundingizmi? Bu Rossiya apar tashlab kelgayli, chet apar tashlab kelgayli, bir biznesga kirganda o'rtada tashlab ketgayli, umuman hayotdagi boshqa narsadan bir inson sana ishondimi, hech qachon tashlab ketmaydi. Bu yerda bir chiroyli bir oladigan hikmat bor-da. Menga ishonib dedi shu qushxonagacha, ya'ni jonini fido qiladigan darajagacha girdimi shu tuya? Men tashlab ketibman deb tuyani pulni qaytib berib, qaytadan chiqib ketgan. Xulosa nima desa, sizga bo'lgan ishonchga xiyonat qilmang hech qachon. Tushundingizmi? Tushunarlimi?